Ayollar, qizlar, o'zingizni asrang, o'zingizni hurmat qiling. Birinchi o'rinda. Qanaqadir voqea bo'ladigan bo'lsa, birdan kuchli reaksiya bildirmang. Nimaga bunday deyapman? Hozir bir metroda to'g'rima-to'g'ri bir ayol bilan o'tirib keldim. Unda juda ham kuchli nevrologik kasallik bor, ya'ni boshini tinimsiz qimirlatadi, ikkita qo'li ham tinimsiz qimirlaydi. Bilmadim u qanaqa kasallik, lekin aniq nevrologik, asab bilan bog'liq kasallik. Chunki yon atrofimizda ham, qarindosh urug'imizda ham shunaqa holatlarni ko'pni ko'rganman. O'sha holatlarga, umuman atrofimizda bo'ladigan voqea hodisalarga kuchli reaksiya bildirish kerak emas. Sal odam og'irroq, sal ehtiyotkorroq bo'lish kerak. O'sha ayolni ko'rib, hozir bitta xulosiga keldim-da. O'zi aslida bizga ziyon keltiradigan begonalar emas. Asosan bizda yo farzandlarimiz, yo turmush o'rtog'imiz, yo ota-onamiz, yo aka-ukamiz bilan bog'liq hodisalarda biz kuchli reaksiya bildiramiz, kuchli asabiylik qilamiz. O'shanaqa holatlar bo'lganki, o'sha ayolda shunaqa holatga duch kelgan. Yoshi 55-60lar atrofida. 1 sekundda boshini 2 martalab qimirlatadi mana bunday qilib. 1 minutda 70 ta 80 tagacha boshi qimirlab turar ekan. Qo'li ham o'shanaqa nerv asabiylikdan shunaqa bo'lib qolgan. Iltimos, ayollar, qizlar, ta'sirchanmiz, juda ham ta'sirchanmiz. O'sha ta'sirchanligimizni kamaytirishimiz kerak. Hamma narsaga birdan kuchli reaksiya bildirish kerak emas. Ertaga o'zimizga zarar yetkazib qo'yamiz. Alloh bergan omonat jismimizga, tanamizga zarar yetkazib qo'yamiz. O'shaning uchun sizni joningiz og'risa, 1 minut ham hech kim sizni joningizga oro kirmaydi. O'zingiz joningiz o'zingizga kerak. O'zingizni asrang.